Daryo qiroli haqidagi hikoyalar juda ham tez tarqaldi. Lekin ular qanchalik tarqalmasin, men Lu Feng shaxsiyatimga qaytdim va mashg'ulotlarimni davom ettirmoqda. Birinchi o'rin Tongtian ko'prigini tugatmoqchiman. U yerni tugatganimdan keyin Lu Feng sifatida alyansga qo'shilishim mumkin. Tongtian ko'prigining 20-darajasida sening darajang mag'lubiyatsiz o'lmas qiroliga teng bo'lar ekan. Men bilmoqchiman, jahon ustastanasi bilan unga qarshi chiqqanda natijasi nima bo'lsin? Lu Feng Tongtian tog'ini endigina zabt etdi. Birdaniga 20-darajasigacha zabt etdi. O'zi ustozi Zenyan qiroliga teng darajada. Bilamanki ibtidoiy demonga kirganimdan keyin unga yaqinlasha olaman. Farq bunchalik katta bo'lishini kutmagandim. O'zining avvalgi holatidan ham o'tib ketdi. O'tmishdagi harakatlari bekor ketmadi. Birga intilishda davom etamiz.